O'zbekistonning ayrim hududlarida 29 sentyabr kuni yomg'ir yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 17-22 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatining shimolida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 12-18 daraja, kunduz kuni 26-32 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 12-17 daraja, kunduz kuni 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 12-18 daraja, kunduz kuni 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor.